Qizilqum cho'lidan o'tgan trassadan yuk tashuvchi fura ketib borardi. Tungi soat 2:15. Qoch, yo'ldan qoch. Jin ursin. Men odam o'ldirib qo'ydim. Nukusdan Buxoro tomon yo'l olgan Sanjar A380 trassasidan ketib borardi. Mashina va salonidagi sokin musiqa, chiziqlarning bir maromda o'tib ketishi, bularning barchasi miyani gipnoz qilib, asfalt yo'l go'yo daryoga o'xshab to'lg'anib, ruldagi odamni eritib yuboradi. Cho'l odamning hushini so'rib oladi. Ko'zlar xiralashadi. Qattiq chayqalish, tormozning chiyillashi va dahshatli sukunat. Sanjar rul ustida uyg'onganida uning ko'zlari qarshisidagi mangu zulmatga to'qnash keldi. Mashina trassadan uzoqlashib, qora saksovullar orasiga kirib ketgandi. U rulda uxlab qolgandi. Telefon, aloqa o'lik. Zo'rg'a aloqa axtardi. Google xaritadagi miltillayotgan nuqta uning A380 trassasining eng mash'um nuqtasida, qadimiy qabriston gumbazlari orasida ekanini tasdiqladi. Ha, bu yerda eski qabriston bor edi. Mashinani yurgizmoqchi bo'ldi. Mashina o't olmadi. Atrofda faqat saksovullarning qiyshiq soyalari va mozorlarning sovuq nafasi. Jin ursin deya Sanjar eshiklarni qulfladi. Tong otishini kutishdan bo'lak najot yo'q edi. Ertaga biror yo'ldan kelayotgan mashinadan yordam so'rayman dedi. Mizg'ib ko'zi uyquga ketgan Sanjarning ko'ziga milt-milt etgan yorug'lik tushdi. Trassa tomondan emas, qabristonning chuqur ichkarisidan, 200 metrlar narida. Go'rlarning ustida bir yog'du o'ynoqi va g'ayritabiiy tarzda harakatlanardi. Sanjar seskanib ketdi. Tirik jonmi? Sanjar mashinadan tushdi. U telefon fonarini yoqdi. Tumanli zulmat ichiga qadam bosdi. Har bir qadami quruq yerning qirsillashi bilan aks sado berardi. Borib qaradi. Hech kim yo'q. Faqat chirigan saksovullar va loy devorlar. Eski, deyarli ko'milib ketgan qabrlar edi. Sarob bo'lsa kerak dedi o'ziga o'zi. Mashinaga qaytib, titroq qo'llari bilan eshikni yopdi. O'rindiqqa o'tirib, yana uyquga ketdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, eshik oynasining 3 marta sekin aniq taqillagani eshitildi. Sanjar uyqu ichra bu tush deb o'yladi. Ko'zlarini ochishga qo'rqdi. Lekin keyin mashina orqasidan metallga temir tirnalgandek quloqni teshib yuboruvchi ovoz keldi. Mashina qattiq silkindi. Go'yo uni pastdan kimdir ag'darmoqchi bo'layotgandek. Sanjar kalima qaytarib, jon holatda tashqariga otildi. Hech kim yo'q. Uning yuragini qo'rquv butunlay egallab olgandi. Tez-tez nafas olardi. O'zing asra deb qo'yardi o'ziga o'zi. Faqat qabriston tomonda yana o'sha yorug'lik va titroq yosh bolaning ovozi eshitildi. Yordam bering. U yo'lga chiqdi. Qabrlar orasida oyog'i qonagan
kichik bir bolakay o'tirardi. "Hoy bola, kimsan? Bu yerda qanday qolib ketding?" Qo'ylarim qochib ketdi. Oyog'im lat yedi amaki. dedi u yig'lab. Sanjar rahmi kelib bolani opichlab oldi. Uni mashinaga olib bormoqchi bo'ldi. "Bolakay, isming nima?" dedi. Bola gapirmadi. "Necha yoshsan?" Yana javob yo'q. Sanjar mashina tomon qaytarkan, Sanjarning yelkasidagi yuk soniya sayin og'irlashib borardi. Bu vazn bolaga emas, xuddi 1 tonna toshga o'xshardi. "Bolakay, buncha og'ir bo'lmasang?" deb so'radi Sanjar. Bo'yni ustidan ter quyilarkan. Shu soniyada Sanjarning qulog'i tagida hech qanday insonga xos bo'lmagan go'rdan chiqayotgan xirillashdek sovuq ovoz keldi. Yengilman, amaki. Sanjar dahshat ichida ortiga qaradi. Bolaning yuzi, u yuz emas, chirigan, osilib qolgan go'sht va qop-qora bo'shliq edi. Uning oyoqlari esa insonniki emas, qora yung bilan qoplangan qonli mol tuyoqlari edi. Sanjar bolani orqasiga uloqtirib, saksovullar orasiga qarab qochdi. Atrofdan yuzlab bolalarning masxarali kulgusi, saksovul shoxlarining qasr-qusri kelardi. U mashinasini qidirdi, lekin qabriston uni o'z ichiga yutib yuborgandi. Har bir tomondan Amaki. Amaki. degan pichirlashlar eshitilardi. Najot faqat trassada. U uzoqdagi asfaltning qora chizig'ini ko'rdi va bor kuchi bilan yugurdi. Orqasidan esa bo'yi 3 metrga yetadigan, gavdasi g'ayritabiiy tarzda bukilgan, tanasi qop-qora, yung va yiring bilan qoplangan maxluq, haqiqiy jin siluet quvlab kelardi. Uning tuyoqlari yerga har urilganda go'yoki yer titrardi. Jinning nafas olishi qizigan temirning ovozidek Sanjarni ensasini kuydiradi. Jindan g'ayritabiiy tarzda ovozlar chiqardi. Bundan Sanjar juda qo'rqib ketgandi. Terga botgancha dahshat ichida edi. O'zini trassaga otdi. Najotga bir qadam qolgandi. Ufqda Furaning yorqin chiroqlari ko'rindi. Furaning baland va dahshatli signali, tormozning dahshatli chiyillashi va suyaklarning sinishi eshitiladi. Yo'ldan qoch. Asfaltda faqat qonli kiyimlar va majag'langan tana qoldi. Fura haydovchisi tushib qaraganida yo'l chetida mashina balonlari orasida ezilib, majag'lanib ketgan Sanjarning tanasi yotardi. Qop-qora saksovullar ichidan kimningdir masxarali kulgusi va cheksiz cho'lning g'olibona sukunati hukmron edi. Hikoya sizlarga yoqgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Yanada yangiroq, bundanda qiziqroq hikoya chiqishi uchun do'stlaringizga ham ulashing.